أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam dini farzandlarni ota-onasiga ihson qilishga buyurgandek, aynı zamanda ota-onani o'z farzandlariga ahamiyat berish va ularning haq-huquqlarini tonishning muhimligini ta'kidlaydi. Bu huquq er yoki ayolning, dada yoki ona bo'lish istiqi tug'ilgan vaqtdan tortib boshlandi. İslam dini dada bo'lg'uchini kelgusi farzand uchun solih ona bo'la oladigan ayolni ixtiyor qilishni yoki tanlashni tavsiya qilsa, ona bo'lg'uchini kelgusi farzand uchun solih dada bo'la oladigan er kishini tanlash ixtiyorligini tavsiya qildi. Bu bo'lsa, kelajakda barliq keladigan farzandning dini, millati va vatani uchun foydali inson bo'lishdagi asosli omildir. Bu farzand tug'ilishdan burun boshlanadigan bo'lib, farzandning ota-onasi ustidagi haqlaridandir. Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ves salatu vesselam ala sadiqil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 9-bölümini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik muhmini ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümida farzandning ota-ona ustidagi haqlari to'g'risida to'xtalamiz. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Alini qarshi olaman. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Farzandning dadasi ustidagi haqlari uning onasini tanlagan vaqtidan boshlanadiganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bo'lg'usi farzandning onasini qanday tanlash kerak? Bir er bo'lg'usi farzandininki onasini qanday tanlaydi yani? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Endi suhbatimizning temisi mushaqda ketyapti, ya'ni avlod insonning hayot temisi. Xo'sh. Bizningki o'tgan 2 qatimliq suhbat va bu mushaqda davom qilyapti. Amaliyotda insonning hayotida bek ko'p temalar bor, inson ahamiyat beradigan. Buning ichidagi shu bolaga munosabatlik eng muhim temadan birisi to'y qilish masalasi, to'y qilish temasi. Çünkü to'y qilish insonning kelgusini belgilaydigan, kelgusi hayotining xarakterini o'zgartiradigan intayin muhim bir. Çünkü to'y qilding. To'y qilgan vaqtda sen qandaq bir ayolni o'zingning hayot hamroyi bo'lishga tanlasang, kelgusing shu shaklda bo'ladi. Agar sen tanlagan ayol axloqliq, bilimlik, yiroqni ko'rar, salih olsa, hayatın şu şekilde tayyorlanadi, kinki hayatın şu şekilde o'rinlashtiriladi, şu şekilde davom qiladi. Agar aksi bo'lib qolsa, bunun sen tanlagan şu ayolninki bilimsizligi o'zining ta'sirini bolaringda ko'rsatadi. Bunun noto'g'ri tabiati bolaringda namoyon bo'ladi. Demak, şu insonninki eng muhim ve tanlash eng zo'r bo'lgan bir qarori dal bolalarining onasini qandoq tanlash qarori. Shunga ba'zi vaqtning oldirtishi yoki sening oldirtishing va bu sabablik bu qarorga oldirib qilmaslik kerak. Mayli azroq kechikib ketsa mayli, munosib sen o'zingning hayotini shunga qarata urullashtirgudek bir ayol, munosib qiz chiqqanga qadar saqlab turishing kerak. Ya'ni o munosib bir şekilde axloqqa, munosib bir şekilde dinga ega bo'lgan ayolga ega bo'lganligining sening hayotdagi eng cho'ng foydang,
Немешқа? Çünkü sen bugün her qanday bir sebep türtkünün vasıtası bilen tanılgan bu ayal kelgüsüde senin ballarını terbiyeleydiğin bir adamga aylanadi. Çünkü her kişinin vazifesi ailede köpünçe hallada ailenin sırtqı işleri olurdu. Ayalının vazifesi şu ailenin asası olan balları ve içki ahvallarına merkezleşiyordu. Emine çünkü ayalının vazifesi bu dünyada oxşaş emas. Tuluqlu şekildeki halet köpünç kişilerle ayalını hukukta beraber digen noktada iliştirip koydu. Yani erlen ayalının vazifesini oxşaş bir şekilde tasvirlep. Ayalınki meyli cismani cəhətdə, ruhi cəhətdə birisi yaratılışı oxşumagandek onun hayatdaki vazifesi mi hem oxşumaydı. Bu ikisinin vazifesi motorun içindeki grasiman çaqqa oxşaydı. Birisinin kemiyelerini birisi toluqlaydı, birisinin kemiyelerini birisi toluqlaydı. Her birisi özününki xaslığını, xüsusiyyətini cari qıldı. Muşu noktadan bizning bugungi söhbetimiz bala oğulluq üçün. Bala terbiyelenip bir adam qatarığı qoşulgan çaqça ailenin içi de terbiyelenadi. Bunun hemmesi bir vasıta ayalıq münasibətlik. Şu tüpəlidən bugün getdiyimiz şu yanla balının anasına qanda atallaş, onun nimelerge dikkat qilish tanlagan vaqtda muşiyaga münasibətlik tərbi bu. Çünkü biz bunu alayda tilga qilishimizning sababi şu balının anasını yani ayal tanlagan vaqtda, qız tanlagan vaqtda bir ötkünç bir tanlash basqıcı oldu. Bu vaqtda senin qiziqadigan her taraf bir oludu. Seni aldırdıgan bazı ötkünçü noktalar oludu. Şu an ötkünçü nokta, ötkünçü qarash deyişimning sababi çünkü qizni tanlashning oldiki sende paydo bo'lgan bir mezgillik qarash to'ygandan keyin qoladi. Bunu to'ygan her bir adam tushunadi. To'ygandan keyin sen aslinga kelsa, normal bir hayotga kelsa, o vaqtida nurg'un narsaga pishman qilsang, nurg'un narsaga mana qilmasam bo'pti ekan desang, kechikkan bo'lsa. Shunga shu ayol qiz tanlagan vaqtida aldirmaslik kerak. O'zining navbatdagi ahvoldan bakroq keyingi hayotini bakroq o'ylash kerak. Shu noktadan, bola temisi noktasidan, avlod tarbiyasi noktasidan ayolni en münasip şekilde tanlash pek muhim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste inna dünya kullaha mata' ve hayra mata'id dünya el maratu salihah deydi. Yani bu maratu salihah da hazır sildigandek. Yani hadis şunu devat ediyor ki insanın hayatının kelgüsü, ben bayatım degenim şu. İnsanın kelgüsü hayatıdaki umumi ahvalının ki ya icabi, selbi oluşu ayalga münasibetlik. Şuna hadisin ahirinde dünyadaki insan yaşaydıgan en huzurunun en yaxşısı yaşayal. Bu nim demekçi dese insanın kelgüsüdeki hayatının ki ak ya kara oluşu, huzurluk ya ki huzursuz oluşu, bir ailenin bəxtlik aile ki bəxtsiz aile buluşu köp hallarda ayalga münasibetlik. Ayalının bu kadar rolü zor hayatta. Şunlaşqa Resulullah bayatın okulgan hadiste alayda ta'kidlashi bizni şu noktaga eskertmekçi. Ayal hayattaki en muhim bir nokta. Ayallarni dünyanın yerimi deydi. Emniyet yerimi emas. Belki hemmini gellise, hemmisi desek mübalağa etmeyi. Çünkü hayatının rengi qanday oluşu, hayatının atmosferası şu ayalınınki ahvalıga qarab, ayalının bilimlik, bilimsizligi, ahlaksızlığı, onun dini ahvalının qanday oluşu, millet göz qarash qimmat. Çünkü kelgüsüdeki milletinin sahipleri şu ayalının kuçuklarından çıktı. Doğru. Bu noktada. Mesela bazı kişiler kız tanlashda yoki nikahlanishda Peygamber Aleyhisselam'ın nikahda muruq tanlash ölçümünü ko'rsatgan kız hanımlarınki mesela jamali, boyligi, aile kelib chiqishi deganga o'xshagan nuqtalarni oldingi o'rin qo'yib dindorlik ölçümünü unutgan yoki olmaydi kechiktirgan. Bir haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela hadisninki aqda fazfar bizatid din taribat yadak deydi. Bu hadisde Resulullah nima demek yani bu hadis mu insanlar yaşayotgan bir reallikni bizga tasvirlab turadi. Meyli kişiler egizda itiraf qilsin yoki qilmasin, egizdagi da'vo bilan amaliyot o'xshamaydi. Hadis shuni tasvirlayotdi bizga. Bizim hayotda ko'rdik nurg'un ishlarni.
Ayal tanlagan vaqtida özünün kelgüsü hayatını, ballarını, avlatlarını ve cemiyetini oylap, bunun şunuğa münasibetlik ayalınınki bilim, kıymet qaraş, milli medeniyet, din qatarlıq bu noktalarını oylaydıqallar intayın az. Gerçi eğizde hemmesi şunu asas kılıdı o. Ama köp hallarda kişiler qanda qıldı dese, növbetdeki ahval kişilerini kızıqtırdı. Mesela onun iqtisadi fevqulati yuqori. Bundan özü bir çıkış yolu izleydi o. Tabii ki bu hata emas ama aldığın onu ütep kılıp asasi nokta taşlanıp qalğandan keyin lan bunun selbi təsirini kürüdük yine hayatıda. Bazılar çırağıya qaraplam, güzel taşqi güzelliğe qaraplam, qara qıldı olar qaramasdan. Bazılar onun kep çıkışı cemiyet yüz abroyluq kişiler palanığı kiyğalloş, pukunuğı kiyğalloş degендek bir noktalar var. Hadis aldıda okulgan hadiste ayalını, dünyanın huzurunun hemmisi tasvirledi ya, en yaxşısı dep tasvirledi. Şunun oxşagan bir adam şunda da batdı. Hadisnin arasındaki teribet yadak degen ifade ne modese, kelgüsüdeki bəxt saadet ifadesi. Yani insanın bəxt saadeti ayalını qanatallaşdı. Eğer ayalını muvaffaq şekilde tanlayamagandan keyin lan teribet yadak oldu. Yani sizin kelgüsündeki harlıqın, azizliqin, ailanın huzur yoki huzursuzluğu, bəxt saadet del muşu noktaga merkezleşen. Mazkur hadisning aksi oldu degenge. Aksi oldu degenge. Hatta yeni bir hadiste İbn Majah Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet kılan yeni bir hadiste "Tahayyaru li nutfikum." Ballarının anısını yaştallanma da oldu. Bu kadar körsatmelerinin hemmesi nime için bu kadar köp keldi yani? Çünkü ailenin kelgüsüdeki, yani devam tekrarladım bu sözünü, kelgüsüdeki istiqbali del ayalga köp hallarda münasebet. Şu münasebetlen bir gapni qısturib qo'yay. Şu ayal tanlığa vaqtida diqqat qiladigan bir nokta, yaqin tuqqanlar o'zaro bek tanlashmaslik. Bunu bazı eserler kelgan Ömer radıyallahu anhu'dan bu to'g'risida ve bazı bir yığın ila açılgan bu haqda, bunun qanday zararı var, qanday foydalıq, ziyonliq tarafları haqida. Asaslı xulasasida mushu bek yıqilla to'y qilishdan avlodlarninki ojiz chiqib qilish ehtimoli bek yuqori nisbatda buldiganligini isbotlab chiqqan bo'lg'achqa, shuni qarindoshlarga tavsiya qildiganimiz imkon bor. Nim bo'lish yiroqdan to'y qilish. Buning da birisi tuqqanlar doirasi kengiydi. İnsanın tuqqanlik doirasi, bağlanadigan rishtisi kengiydigan gap. Nurg'un ahvollari bor. Mushu nuqtani, mushu munosabatlarni qistirib qo'yg'im keldi. Allah razı olsun. Biz yuqorida dada bo'g'ichininki kelgusi farzandiga ona bo'g'ichininki bo'g'ichi qizni yaxshi tanlashining lozimligi to'g'risida bir to'xtalib o'tgan bo'ldik. Yani bu farzandning dada ustidagi birinchi haqqi deb qarasak bo'ladi endi buni. Shuningdek hamda ona bo'g'ichining farzandga dada bo'g'ichi erni yaxshi tanlash majburiyati bormi? Aynı zamanda mesela erge hukukla hakkı var deb qaradik endi. Ayolning mu muhim nokta. Ben bir muhim noktani men shuni qo'shib dey. Nikah ahvollari biz bugun ko'rib turibmiz. Mayli ba'zi davlatlarda nikah asosan degudek sot hallarda o'qiladi. Yani sot shunga mas'ul bo'lgan adliyaga munosabatlik urullarda, ayrilgan urullarda o'qiladi nikah. En avval nikahdaki birinci kadem ayalının maqulluğunu alıyordu. Biz sohbetimizden aldıda ayalını tallaydı, ayalını tallaydı desek sapla erlerinin tallaşı hukuku var. Ayallarının hukuku tallanıdığan biri tuygusu kep kılışı mümkün. Ama bir yerde mesele eksice. Avval ayalının maqulluğu birinci orunda. Onun nikahdı mı ayaldın? Dəslab soruluşu. Men davatman go. Nikah oquluduğu urullar. Mesela biz Mısırga vargan vaqtda bazı icraatlarını qilishga qolay olsun üçün Mısırdan to'y xet aladigan bir ahvollarga to'g'ri kelib qoldi. Yani qaytadan xuddi nikah o'qitgandek bir ahvol ham shu adliya urullarga beribdi. Bu yerda bizning ko'rganimiz nima desa, mudaxala qilinmagudek yerda o'ltig'izilib guvohchilar. Ayal şu işe mesul adamın aldıda müstakil ayrım halette soruldu. Yani sizden bu toyga koşuldunuz mu öz ihtiyarlığınızla?
Yani erkekliğinizge birisi daxil teröz kıldı mı kılmadı mı? Mecburlaş bağ mı yok mu? Belgilengen şartlarga, toyluqlarga siz ko'nglingizni chiqib razı oldingizmi bu mu? Bu ayoldan birinchi qatim so'raladigan narsa. Bu nimani ifodalaydi odatda? Degan vaqtda ayolninki er tanlash mecburiyeti ve shundaqla erkinligi. Bu noktada ayol aldın qorunda. Şoň nikah uqarularda sil degandek, avval kimden so'raladi? Ayoldan so'raladi. Ayolning ma'qullığı ilinib bo'lgandan keyin, andan keyin kim so'raladi? Erdan so'raladi. Yuqorqi masalan kalamda savol kelyapti. Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki yuqorqi falsafa bizati din tarbiyati yadak degan hadisini. Şu hadisde masalan cemaliha ve maliha ve nasabiha falsafa bizati din tarbiyati yadak. Şu hadisden aynısını ayollarga tatbiq qilishimiz mumkin mi yani? Tamamen mümkün. Yani bu noktada çektin aşırırsak olmaydı. Yani qaysi noktaga keleyli? Er noktası timsiga kelsak mı? Erini çektin aşırıp. Yoki ayol noktasiga kelgan vaqtda ayol timsiga, ayolni çektin aşırıp olmaydı. Er ayollik münasebet biz yuqori so'zlagan bütün mazmunlarga qarata bir temir sandık o'xshaydi aile. Bu temir sandıqqa ikki ochqich ketadi. Ikki temir ochqich. Birisi silinse açılmaydı. İkisi teng silinğanda qana qiladi, açıladi. Er ayol bu aileninki ikki ochquchi. Erning üstüge tushgan o'ziga xos bir majburiyatlari bor va ayolning o'ziga tushgan üstüge tushgan o'ziga xos majburiyatlari bor. Va ikkilisininki erishishga tegishli bir nimalari bor? Huquq manfaatlari bor. Bu noktalarda insan bilen muamele qilish kerak, mecburiyetini o'ziga xos şekilde ayrım qanday qilish to'g'ri keladi, taqsimlash. Shunga munosabatlik ayolning er tanlash masalasimi, chunki ailede ayol bo'ysunishga tegishli nurg'un prinsip bor. Qilishga tegishli mecburiyet var dedik ya. Bu noktadan ömür boyu birga o'tadigan odamni intayin astoydillik bilan növbetdeki bazı şahitler kısılıp kaldı deplam, mecbur olup kaldım deplam aldırmaslık bilen tanlaş gerek. Çünkü ömür boyu şuna bağlanıyordu. Onun o ailede kılışık tegişlik, ömür boyu kılışık tegişlik bir xil mecburiyetleri var. Bir prinsip var ailede. Üzüne başqalarga qul qilib berishning o'rni yo'q. Nachar odamlarni tanlab qo'yish yoki kelgusiga mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan insonlarni tashlab qo'yish orqali ömürlük kabusga o'zini atmaslik kerak. Yani mesela bu erken deplam, turmuşta qilinib kaldım deplam ayollar olmaydi. Unda qilsa bo'lmaydi. Chunki o'ylash kerak bu haqda. Chunki o'zining kelgusi o. Tanlagan vaqtda yaxshi tanlamay, qarani aldirab birib qo'yib yoki ayollar tabiatidagi ba'zi psixik noktalar sabablik ba'zi qarorlarda to'g'ri qaror ilinmay qolib, keyin bana zulüm saldı, onu kıldı, beni taşlavattı, ballarıyla karısı olmadı, degan şekildeki qaqshash yüz birib qilish ihtimali intayin köp bulundu. Del dinning ki erge bu kadar mesuliyetini atishi, ayolga bu kadar mesuliyetini atishning sebebi keyin huzursuzlik qanaqmaslik uchun, chiqmaslik uchun bo'layotgan narsa. Demek ikkili tarafdan axloqliq va dindor turmush o'rtog'ini tanlashi kelgusi bo'g'uchi farzandininki yani salih insan bulup yetişip çıkışınki asaslık amil desek buldu eken de mi? Asaslık amili. Biz nereden geldik bu er ayol temizga? Çünkü bizim söylediğimizin temisi evlat. Evlat şu ailede yetişip çıkıdı şu aileden. Evet. Bu aileni kim koydu? Er ayol koydu. Şuna biz bu noktadan baştan kileyle de şuna ayol er tallaş temisi bu yerden çıkıp kaldı. Allah razı olsun. Bir hadis isim ki vatıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki bu maşu turmuşqa alaqadarlık boğan hadis yani dua desek mi buldu? Yani bu hadistin ki demesi nasıl? لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. Yani bu degan bu bayan qilgan bu dua yani farzand haqlari cümlesi kiramdi yani. Hadis İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Sahih Buxariyda rivayet qilingan hadis. Yani hadisning mazmuni er ayol bir yemek çoğu vaqtida
Allah'ның namı bilan başlaymiz. Allah bizni ve bizge rızık vermekçi olan kelgüsüdeki evladımızı şeytandan yirak kılgın Allah degan şekildeki bir dua Resulullah bu ne qanday qavatıdı ügütüp maşta kılsa ahirgacha balasqa şeytan nima yetkizolmaydi, zarar yetkizolmaydi. Bu hadis bizge yuqorqi mazmundan boshqa ajoyib bir nuqtani ichib beradi. U nima? Bizden talep kılındığını bu ailege, balaga qartaq mesuliyet, qanday mesuliyet ise hatta bala tuğulğandan keyin emas, qosaqlık vaqtida emas, hatta şu bala tuğuluşunun oldıdı insan en xudunu yoxtadigan, başnasını oylamaydigan bir peytdimi insana mesuliyetini esiltiş. Sen muşu vaqtında diqqat qilsa demekçi. Senin bala tiyimisi hayat tiyiman. Mana hazır balan yok. Tıxı ayalın hamile emas. Sen bügenin tatip diqqat qilsa demekçi. Mesuliyetini hazırdan tatip esleyse, balanı hazırdan tatip terbiyeleşki düşse, balanın kelgüsüdeki qandaq adam buluşu, mana ağan tuncu bügenki qadiminden başlanıdı. Çünkü nima üçün? Çünkü bala ailenin ya huzuri ya huzursuzu. Huzursuzluk sebebi. Balı salih olsa aile baxtlik. Eğer balı şunda ahlaksız, naçar bala olup kaldı mı, o bala olmaydı, bala olurdu. Bir adam qanchalik ihsat sahibi olup kelsin, qanchalik baylık egisi olup kelsin, ya ki cemiyette qanchalik mertebesi yukarı, en yukarı mensepteki insan olup kelsin, balısı arzu qilgandek bo'lmay kaldı, balısı başka çıkıp kaldı, en baxtsiz adam, en huzursuz aile. Şuna balını yaxşı terbiyeleş, şu adamın kelgüsüdeki baxsaadetinin mühim amili ve ondan başka en mühim tarafı cemiyetinin kelgüsüdeki baxsaadetinin ki, teş amallıqının ki en mühim amillerden birisi. Şuna mahedesiyle okuğan dediz ve nokol, ayal priya kelişinden altıda okuyduğun bir dualan bop kanmasın, ata-anıga nispeten tunca kademden tatip mesuliyetçin bulur, dikkat kılış. Bu meselege qarata səgək buluş ifadesi. Bunu bildiriyatdı bizge. Şu tuncu qədemdən tatib. Allah razı olsun. Hem de bunu yukarı sözlengenlerini atanın ki perzentlerge qarata birinci mecburiyetlep qarısak hem de ikinci mecburiyet ve haklardan perzentlerine atanın süstüdüken. Perzentge güzel isim tallap koyuş. Bu vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste innekum tud'auna yevmel kıyamet bi esmaikum ve esmai abaikum fahsinu esmaakum diye hadis var. Bu hadisni qanday tushunamiz endi? Mazmunga kelishning oldida men bir nuqtani eslatib o'tay. Oldin qatimliq suhbatimizda bu to'g'ri azroq mazmunlarni tilga olgandik. Ya'ni Allah subhanahu va taolo Qur'onda büyük nesile bilen qasam qiladi. Şunun birisi ve validu ve ma walad. Allah subhanahu wa taala Sure Beled'ninki 5 yıllam atıballık münasebetini asas qilib turib bir qasam chiqqan. Dadı bilen ve dadının balları. Bu yerda Allah bendilerini hech kimga muhtoj emas. Aile inoq o'tamdi, inoq o'tmamdi, bola yaxshi tarbiyalanmadi, yaxshi tarbiyalanmamdi. Nima şuludu Allah'a kılsızlık zararı yakinimiz yok, faydası yok. Ama insan hayatı bununla ziç münasebetlik. Dünyadaki hayat digellik şu adı bala ses degenge başına esemez. Bugün bala, ete, dada. Muştalan bana da bu dünya. Ben tünügün bala olgan bolsam, bugün dada. Muştalan bana da. Atı bala münasebeti, atı balınınki, qandaq bir şekilde öz mecburiyet mesuliyetlerini ada qilishi dedik ki kelgüsüdeki avlalığa favqulodda münasebetlik. Dünyada her insan her insanga haysiyat qiladi. Her insan başqalarının özünün eşip ketishini xalamaydı. İlla ki dada balısıga birden bir haysiyat qilmaydigan şahs. Dada balısının özünün eşip ketishini yaman kurashamiz arzu qiladigan dunyodagi birdan bir shaxs. Dadaballik munosabatga dunyoda
hech qanday bir munosabat to'g'ri kelmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizga ato qilgan eng cho'ng ne'mati va buyuk alomatlarimiz. Dunyoda zodi bog'lab boqayli munosabatni. Hatto bir tuqqanlar hasad qilishi mumkin. Ammo dada asla balasiga hasad qilmaydi. Bunda biz temimiz shu yaxshi ism tanlash. Demak, bu yerda dada bola munosabatining bu qadar muhimlik darajasini tilga olyapmiz ya. Xo'sh. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bu qadar aslatish orqali dadining biz bayatdan deganimizdek tunji qadamdan tortib sargak bo'lishi va ikkinchi qadamda balasiga go'zal ismni qo'yishni hadis orqali bayatdan sizlar o'qigan hadisda bolaga yaxshi go'zal ism qo'yish, qiyomat kuni siz shu ismlar bilan chaqirilganligini tilga olyapti emasmi? Xo'sh. Buni ta'kidlash orqali dadaga ikkinchi signalni beryapti. Nima ishqa? Chunki inson her günü birisi bilen çağırıldı. Her günü voy palani, voy pukuni. Bu bir nokta. Bunda insanın psikikasiga isminin güzelliği, güzel emesligi hayatı tesir gösteriyor. Bu bir nokta. İkinci nokta isim ata-ananınki baladan kütken bir ümidinin ifadesi. Baladan kütken bir ümidinin ifadesi. Çünkü ata-anaga bir narsa ta'sir qildi hayotda. Ata-anasi bir narsaga qiziqdi. Ata-anasi balaning kelgusida mandaroq odam bo'lsa-ekan degan umid qiladi. Mushu nuqtadan ata-ana o'zining kallasidagi shu orzu, armoniga qarab turib ism qo'yadi. Balasiga hayotida shu ism ta'sir qiladi. Chunki ata-onasining shu bir orzusi o. Demak, yaxshi ism farzandning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu noktadan şuna hadisteki balaga güzel isim koyuşunun ki ta'kidlanishi ata-onaning ustiga bir mas'uliyat ortilishining sababi bu. Endi bu isim to'g'risida bo'layotdi, suhbatimiz davom qilyotdi. Vatanda yashayotgan qarindoshlarimiz ota-onalari tanlab qo'ygan islomiy va milliy shunda chiroyli go'zal ismlarimiz bor endi bizniki. Masalan, ko'pinchimizningki ismlari Arabcha Muhammad, Abdurrahman, Mujahid, Mujtahid, Abdullah, Ahmad, Mahmud deganga o'xshagan ismlar. Qizlarimizningki, ayollarimizningki ismlari bo'lsa Fatima, Khadija, Aisha deganga o'xshagan sahabiyatlarningki güzel isimlari tanlab qo'yaqliq endi. Bugun kun kelgan vaqtida bu turdagi ismlar majburiy diniy va milliy puroq olgan har qanday ism majburiy o'zgartirildi va o'zgartirilyapti endi. Bu nimaning ifodasi endi? Nima uchun o'zgartirildi? Chunki az ilgari men deganimdek ism hayotga ta'sir ko'rsatadi. Ota-onamiz bizni payg'ambarimizning varisi bo'lsin deb Muhammad qo'ydi. Bizning bovimizning varisi bo'lsin deb Mahmud qo'ydi. Alimlerimizning varisi olsun deb Yusuf qo'ydi. O'zining dini, millat uchun kurash qilsin deb Mujahid qo'ydi. Aisha radhiyallohu anha o'xshin deb Aisha qo'ydi. Rasulullohning ayollariga o'xshin deb Xadija, Zaynab qo'ydi. Buning hammasi bizning millatning ko'nglidagi hayot ifodasi, hayot orzusi. Endi bu bizning millatning farzandlarininki hayotiga ta'sir ko'rsatadigan bo'g'achqa düşman bu noktani biz noktadan tushungan. Mush bularni hayoti oxirigacha eskartib turadigan bir eskartgich o'rnida ko'rgan buni. Chunki Mujohid deb atalgan birisi hayotining oxirigacha otam meni ismimni Mujohid qo'ygan. Ismining ma'nosi o'zining dini, o'zining millati uchun kurash qildi odam. Bir xil eskartgich. Har kuni ko'z oldida sen vazifang ma'o degandek. Birisi balasiga olib aslan qo'ygan bo'lsa, tariximizdagi millatimizning Anadoluga urilishiga ishga ochgan cho'ng bir qahramonning ismi. Bu shuni eskartib turadiki, sening ashta bir ajdodlaring o'tgan, sen shunday ishni qila olaysan. Mahmud qo'yilgan bo'lsa, buyuk bir olimning ismi. Shuni eslatadiki, sen mashta olim bo'la olaysan. Bu nuqtani dushman bek tushungan. Shunga millatimizningki ahvolini o'zgartirish uchun, millatning ahvolini o'zgartirish uchun kelgusida o'zining degan yeriga
apırış üçün ən avval milletlikinin ismini özgür. Şuna bizim təkidlişimizin səbəbi ballarımızға köngül arzularımızı ifadə edən isimlerini qoyaylı. Büyük isimlerini qoyaylı ki, ballarımız kelgüzde büyük adam olsun, dini, milleti üçün büyük hizmetlerini ortaya çıkarsın. Büyük kişilerin ki izidin mansın. Peygamber Aleyhisselam'dan izidin mansın, sahablarının izidin mansın, ecdatlarımızdan izidin mansın. Bu ata-ananın üstündeki fevkalade isim, adetlik isim o. Balam toğuldu, ne mi koysak buluyordu. Ya bu şekilde emez. Sizden bir arzu armağanı olsun balandın. Bir kütkünü olsun balandın. Balan şunu orundusun. Şu an bu derecede iğir mecburiyet atılışı, bugün dersinin ikinci temisi balının atı üstündeki hakkının ikincisinin güzel isim talap koyuşun buluşan sebebi bu kadar. Hadi er ayal turmuş kuruş baskıcı olsun ya ki ondan keyin farzand hakları da ondan keyin ki işlerde olsun farzand hakları dinimiz ölçem kılgan boyunca iş kömse atanın farzand hakkını yani mudahçılık bitip kalkta ada kılmasa farzand aldı da asi bolamdı dep Hem bu hakta ata bala münasebet hakkında bizde keng takalgan mesela gaplarni tatib oldim. Mesela farzand ata-onanınki haqqini ado qilmasa asi oludu. Asi oludu. Ben demek şu. Buna aksiçe bulam demekçi bizde yani. keng takalgan atalığı davamlıq balası ata-anasına asilik kıldı. Balası ata-anasının hakkını ado qilmadi. Bu bala ata-anasına yaxşı qaramadı. Bu xil atalıqlar keng takalgan bizde. Əməliyyatda bunun yeni bir tərəfi də, o doğru, yeni bir tərəfi də ata-ananın mı balasına asi olğan tərəfi var. Bunun birisi bayatdan ki, isim tallaşdan tatib, ballarının ki, mənəvi, maddi tərbiyesiga əhmiyyət verməslik, sağlamlığa əhmiyyət verməslik, ictimai halıtıga əhmiyyət, bu noktaların həmmisi ata-ananın üstündeki məcburiyyət ada qılanmasa, şu ata-ana balasının aldığı məsuliyyətini ada qılmağa ata-ana olub, balasına asilik qılğan ata-ana oldu. Buna bu isimni koysak buluyordu. Çünkü Kur'an balın nem dep atıdı? Qurrata ayn dep atıdı. Qurrata ayn degan nima desa, insanın biz ko'z qarchug'i deb gapimiz var ya bizningki. Shu xil ifade, insanın hayat xursandligi o. Hayotidagi baxti o, insanın barligi bala. Bu noktadan Allah bergan bu barliqni ahamiyat bermay, sal qarab quyutilinsa bu hakikaten de asilik deyişke tamamen buludu. Biz şu dereceye bağladık ki bazı qarindoshim bir misal alsam, bazı qarindoshimizning bolaları mesela bu etrafda yaxshi maktablarda o'qiydi. Ama mesela bir misal, beşimde o'tgan misal, maktab bilan uyning orliqi sal yiroq. Mesela ya 15 kunda ya ayda bir qatim azroq musofirni besib bolasini ekilish, opirish to'g'ri keladi. Shundan bir qarindoshimiz men balamni yandırıp ekilaymek o mekteptin. Nimişqa? Ayda bir qitim berip kep balam. Ayda bir qitim ajırdıgan 3 saat vaqtıga, yoki 15 kun bir qitim ajırdıgan 3 saat vaqtıga chidamay amaliyat qilgudek muhim ishmi yo'q. Ama shuni ig'ir ko'rib balam balasini yaxshi deb qarlayotgan bir mekteptin chiqarib olishni o'ylashyotdi. Masalan, ashta qarindoshlar bor. Buni eskartib, bir eskartib bergan bo'ldik masalan o'zaro. Bu qadar ahamiyat bermayapmiz bolalarimizga. Yani ballarını hayatındaki mında önem berdigan, ahamiyat berdigan sahadan çıkarıp ettigilik. Ettigen kirse öyde balının sağını sak bolsa bu yeterlik, bu kılıqlıq yani. O nimiş qildi, nimiş qılatıdı, bu yıl qancha yaş kirdi, qanchalik ma'lumot aldı. Bu nim? Ma noktalar bizning kalımızın çıkıp ettigilik. Yani balasına ahamiyat berdigan ata-onalar favqulodda az. Farzandlarninki ota-ona ustidagi haqlardan masalan bola tug'ilgandan keyin ig'izlantirish, aqiq qilish va azan takbir etib yaxshi ism qo'yish bularni ota-onaniki qilmasi bo'lmaydigan muhim ishlardan deb bularning hammasi masalan dinda uningga aqiq qilib qo'y o'ltirish masalan ism qo'yish bu qadar vazifalarning ustiga chekilishi nima uchun? Ata-onanın diqqətini senin barlığın dünyaya geldi, senin hayatın dünyaya geldi. Sen bugündən tatib bu işlərə əhmiyyət bədigelik ifadə o. Əməliyyatda şu
farzand tarbiyasi haqida maxsus mutaxassis bo'lganlarningki o'tirib qo'ygan bir nimasi bor. Ya'ni bola 1 yoshdan tortib, ya'ni tug'ilgan vaqtidan tortib 7 yoshgacha hayotining asosini sap bo'ldi deydi. Masalan, uning mijoz, xarakter, ota-onasi shu yosh oralig'ida uningga qanday muomala qilsa, kiyim-kechikining radlikligi, tozalik ishi, masalan, o'ltirib qo'pishi, uning ba'zi uyun, damelish, ügünüş, üzgü layık bir ügünüş oldu ya onunki. Hakkında 2 yaş olsun mu üzgü layık bir ügünüş oldu. Muşu noktaları şu vakitte adetlendirilip davatıdı. Doğru bu vakit ifadesi yok. Xuddi tuproqqa kömgen bir urukçuğa okşaş, o vakit ifadesini kömeymiz. Ama kiyinki yeryüzüge üsüp çıkıdığan o derek biz dikken urukdun buludu. Biz qanday uruk salsak, kin üsüp çıkıdığın şu oldu. Her güz meyvesiz daraxtning urug'ini sap qo'yib yerga keyin meyvelik daraxt bitish bu ahmoqonlik. Shu ota-onalarga tavsiyamiz 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan mezgil balangizning keyingi hayotining urug'ini soladigan mezgil. Mushu vaqtdagi balangizning xarakteri, rostgap qilish, va'da vafo qilish, masalan, uningdagi bir g'urur, masalan, aqallisi, bir ishlarga ahamiyat bilan qarash, o'qish, bir narsa o'rganish bo'lgan qizg'inligini oshirish degan mushtaraflarning hammasi balangizning kelgusi hayotiningki tunji elinish bosqichi bo'ladi. Mushu bosqichda balangizga qanday ahamiyat bersangiz, kelgusida shunda balangizni ko'rasiz. Ammo bu vaqtda tashlab o'tib, qusqi ochlam qolmasa, kechda o'ykasangiz balangizning soni kamlab ketmasa, bo'ldi degan ideya bilan boqqan balangizning kelgusidan hech umid kutmang. Şu bu noktalar intayin muhim. Şu belgilengen mail isim koyuş olsun, akik kılış olsun, mal öldürüş olsun, onun ismini adam yığıp koyuş katarlık. Bunda bir işlerinin hemmesi bika koyulga işlemez. Yani bununla atanının tıkıtını tartış bir balan oldu senin hayatında bundan kin. Bundan kin ki vazifen tekemi açtı, mesuliyetin tekemi açtı degandek bir ifade olsun gerek. Hem de sohbetimizden ki ahırıma kelip kaldık. Endi bu sohbetimizdeki farzandning ota-ona ustidagi haqlaridan, yani 3-chi haq, 3-chi farzandning 3-chi ota-onaningki 3-chi majburiyati. Ota-onaningki farzandga ta'lim tarbiya berishi. Undaqda farzandga nimani bu kichik yoshlardan nima kutildi? Ta'lim tarbiyani qanday boshlaydi? Endi kichik vaqtda bak ko'p ma'lumot qarshilik qilolmaydi kallasga. Ammo biz bir narsani tuntlaymiz kichik vaqtdan tortib. U o'simi u bolaning kimga oid bo'lish kerakki, kimga tabe bo'lish kerakki, millatining kim, dinining nima ekanligi, yaratquchisining kim ekanligini tuntish. Masalan, misol olsam, bu tomoqni bizga kim berdi? Alloh berdi, masalan. Tamak jarayonida. Sizni kim yarattı? Allah yarattı. Ata-onasimda, paranglish jarayonida. Va ko'z oldiga uchigan har narsada bolaning ideyasini, fikrini bu dinga bog'lash va bu millatga bog'lash, kelgusi dini millat uchun xizmat qiladigan bir nuqtaga bolani bog'lash mencha ota-onaninki tunji qiladigan bir majburiyat, mas'uliyatlardan qatarın. Bu butuncu öğütüş. Onunla çoğun nesne ötüp ketiş ketmeydi. Mesela 6-7 yaş, 4-5 yaş, 2-3 yaş muş aralıklarda balının özünün tasavvuruğa xas, tefekkürüge xas bir suallar oludu. Bir anlamakçı olan gepler oludu. Bir suallar oludu. Muş suallarga sen səgəklik bilan cavab veriş gerek. Bir ayet var. Ve benine şuhud Sure Mudathir'ninki 13. ayet. Tefsir kitapları her xil tefsir qiliqliq. Ama ayetning mening diqqatimni tortganiga bolalarni guvohchi deb ataydi-chu. Bolalar nimaning guvohchisi? Balada biz ko'rayotgan tabiat insonning asli qiyofati shu. Bola cho'ng bo'lgandan keyin nimaga guvohlik qiladi? Bizning shu bolaga qanday ahamiyat bergan, bermaganligimiz guvohlik qiladi. Men oyatning munosabatlik tarafini bu shaklda olaman yani. Va banin shuhud. Balani guvohchi deb atayotdi Qur'on. Shu deb o'tganimizda nima tirg'an bo'lsak, shuni balang kelgusida cho'ng bo'lganda qanday odam bo'ldi? Ha, ota-onasi mashta tarbiyalab ekan. Mushuni ham guvoh. Balaning kelgusi holati.
Şoňaşka demek hatta farzandildimmi gayet mesela bu ayet yuqoridagi ayetning kim taqozosi qargan vaqtida ba'zi vaqtida meni ota-onam kaş o'qitgan bo'lsa-chu, yaxshi tarbiyalagan bo'lsa-chu, ota-onam mundaq qilgan bo'lsa-chu degandek nimalarni anglab qolamiz jamiyatda. Bu baka masala. Hammasi şahidligi. Ota-onasininki öz vaqtida qanchalik ehtimom berganligi, qanchalik onun kuch chiqarganligiga birilgan bir şahidlik. Şoňaşka ahirda sualning ahirida ba'zi narsalarni eskertkim keldi. Balalığa dini, milli qarashni 10 yoshdan keyin singdirish. O vaqtgacha o ideyalarni singdirmaslik degan bir ideyalar fikrlar o'tirib chiqyapti-da. Amaliyotda bu shu vatanda bizning diniy kayfiyatimizni tuvallatish, diniy muhitni azlatish uchun qo'llanilgan tadbirdi. Bu chet elga chiqqandan keyinmi o'zimizning odamlar tarafidan qo'yilyapti bu fikrlar. Yani 10 yoshdan ilgari balaga birilmagan har qanday tarbiya 10 yoshdan keyin birilmaydi. Balaning 10 yoshdan oldi biz bayat 7 yoshgacha deb bir nimani tilga oldik. 10 yosh desek tamam. Hadisda shu namozga odatlantirishning yashi 7 yosh va 10 yosh. Ikki ibora bor hadisda. Birisi 7 yosh, yana birisi nima? 10 yosh namozga odatlantirish. Bu nima desa shu vaqtlar 7 yosh 10 yosh orasida o'gitib qo'ygan demak. Shu 7 yosh 10 yosh va shuning oldidagi vaqtlar biz sağmakçı olan bu binanın bizga yüklenmeydiğen huli. Yani topunun astida qaladigan huli. Muşu hul qanday olsa bina shunda oladi. Ama ata-onalar hergiz ham xiyol qilmasin ki hulni nachar salding yoki sanmading ustiga bir qat bina salanmaysa. Şoňa sen qanchalik bina salishni planlagan bolsaň, şunaga laýyk hul sal. Bu hulni şu bala tug'ilgan vaqtdan tortib ta 10 yoshgacha vaqtgacha o'ziga loyiq balaga muvofiq shakldagi bir ta'lim tarbiya bilan solsa, mana bu ta'lim tarbiya balalarning ota-onasining ustidagi haqqining nechinchisi? 3-nchisi. Bugungi suhbatdagi 3-nchi haqning birisi balani eng go'zal shaklda tarbiyalash. Xato tushunib qolmasin, tarbiyalash desa, akaplar buningga bir muncha o'zining taqtidan eshqan narsalarni yodlatish yoki o matematik kitoblarni o'zining taqtidan oshgan shaklda uni o'rgansa yoki Qur'onni taqtidan oshgan shaklda yodla. Bu shaklda emas, buni bunday shakl uchun qolsa qolmaydi. Balaga yarasha bir shaklda, balaning tasavvur, tafakkuriga munosib bir shaklda, balaning ishidagi aslidagi programmasi shakllanayotgan mazmunga chiqar. Bu insonning programmasi. Ya'ni insonning insonlikka shakllanayotgan mazmunga chiqar. Musulmon insonlikni yetildiradigan bir shaklda tarbiya muhiti hozirlash ota-onaning ustidagi mas'uliyat va nima majburiyat. Demak, yani mesela cemiyetimizde bazı ziyaliler ahirki vaqtlarda dinni farzandlarga 10 yoshdan keyin ta'lim berishni tavsiya qilgan leksiyalarmi o'rtaga chiqmay qolmadi. Demak, agar buni shu deguchi qarindoshlar bilib degan bo'lsa, tushunib davatgan bo'lsa, bu tüptün bir ziyonkashlik. Chunki 10 yoshning oldida singadiganligini agar bilsa, tushunsa, 10 yoshdan keyin balaga asosiy hayot asosi qurilib bo'lgan bo'ladi balaninki. Tafakkuri qurilib bo'lgan bo'ladi. Undan keyingisi hammasi ya uslubunda ya bunda o'zgartishi mumkin, ba'zi narsalarni to'liqlashi, kamlashi mumkin. Bir odamning hayot asosi undan keyin bak o'zgarmaydi. 10 yoshdan ilgirki holat insonning inson bo'lib qurilgan holati, shu buningga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, Allohning muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli suhbat programmamiz ostida farzandlarning ota-ona ustidagi haqlari to'g'risida suhbatni bu yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan suhbatimizdagi mehmoni ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman va bu suhbatimizni Cenab-ı Allah Subhanahu wa Taala hammalarga manfaatli qilib berishini tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس